Minho TV taqdim etadi. Rollarda Chon Il-u, An Je-hyun, Park Soo-dam, Lee Chon-shin, Chhwe-min, hamda Son Na-in. Zolушка va to'rt ritsar. Nima qilyapsan? Xiyeji vaqtinchaga biz bilan yashaydi. Kiraver. To'satdan bostirib kelganim uchun kechir. Yo'q, uyni egasi emasman-ku. Jivon aytgan bo'lsa, hammasi joyida. Baribir men sabab o'zingni noqulay his qilmaysanmi? Yo'q, bu xona o'zimga kattalik qilayotgandi. Buni qara, butun oila joylashsa bo'ladi. Rahmat. Bilasanmi, Jivon darhol yonimga kelganidan juda xursand bo'ldim. U yerda yolg'iz o'zimni yomon his qilayotgandim. Shunday paytlarda doim yordamga oshiqadigan inson doim Jivon bo'lgan. Men suv ichib kelay. Gaping bormi? Yaxshimisan? Senga nima? Demoqchimanki, qo'ng'irog'ingga javob bermoqchi edim, lekin Bilasanmi nima? Bugun ham Jivondan bir qadam ortda qolding. Shunday paytlarda doim yordamga shoshiladigan inson hamisha Jivon bo'lgan. Xiyeji buni qoldirib ketibdi. O'sha yerda qoldir. O'zim berib qo'yaman. Haligi uyga qachon kelding? Biroz oldin. Avtobusda keldingmi? Tirbandlik bo'lmadimi? Shunchaki men uyga yaxshi yetib oldingmi deb qiziqqandim. Sog'omon yetib keldim. Ko'rib turganingdek qarshingda turibman. To'g'ri, butunlay sog'omon qaytibsan. Xullas nima bo'lganda ham meni o'rnimga Xiyejiga g'amxo'rlik qil.
unda faqat hiji qiziqtiradi. Juda g'alati. Judayam. Nima bo'ldi? Nimasi g'alati ekan? Hamma yo'q, nega bunchalik tinch? Hamma ketib bo'ldimi? Buni sababi bor. Nima? Xayrli tong. Good morning. Nima? Sen bu yerda nima qilyapsan? Shunaqa bo'lib qoldi. O'tgan tunda biror narsa bo'ldimi? Aytgancha, uy kiyimida boshqacha ko'rinar ekansan. Menmi? Jin ursin. Biror narsa kerak bo'lsa ayting. Rahmat. Janob Hyumen, Ha. mana bu kimniki ekanligini bilmaysizmi mabodo? Rangiga qaraganda, menimcha sizniki bo'lsa kerak. Kechirasiz, biror xato qildimmi? Qildim shekilli. Tonggi xizmat. Oh, rahmat. Buni bonus deb hisobla. Ijara haqini qandaydir yo'l bilan to'lashim kerak-ku. Yaxshi uxlab turdingmi? Yaxshi, rahmat. Meni bu yerga olib kelganing uchun ham. Ey xudoyim. Yur, nonushta qilamiz. Bu chindan kulgili. Qanday qilib qandaydir bir qiz kelgani uchun bu uy bunchalik o'zgarib ketishi mumkin-a? Birinchi men kelganimda ham shunday bo'lgandi. Esingizdami, ularning uchalasi ham mendan o'zlarini olib qochishgandi. Qo'ysangchi, u paytda bunday bo'lmagandi. Yigitlar sen sababli o'zlarini tutishlarini hech qachon o'zgartirishmagan. Rostdan ham. Lekin bilasanmi, men janob Kanjivon qiz bolaga bunchalik mehribon bo'la oladi deb o'ylamagandim. Shunaqami? Albatta. Pak xonim ham juda ketib borgan qizda. To'g'ri. U xuddi jonli qo'g'irchoqqa o'xshaydi. Biri uni oldida uyqusirab yursa, ikkinchisi ich kiyimi bilan qo'lga tushadi. Albatta, ular bunday qizdan uyalishlari tabiiy. Men ham qiz bo'laman-ku. Undan nima farqim bor?
Farqimiz juda katta shekilli. Yigitlarning hammasi bir go'r. Ular faqat qizlarning yuzi va qomatiga qarashadi. 3-raqam malika maftunkorlik. Sizdagi tug'ma maftunkorlik taqdiringizdagi insonni o'ziga jalb qiladi. To'g'ri. Men shundoq ham maftunkorman. Hammasi joyida. 나도 모르게 널 보고 네가 환하게 웃을 때난 어느새 널 따라 웃어 Oy, xudo hammomga ketayotgandekman. 몰랐어 내가 이럴 줄은 네가 내 전부가 될 줄은 너의 행복들도 너의 슬픔들마저 네 모든 게 내 것일 줄 몰랐어 이젠 내 맘 고백할게 더는 숨길 수 없는 내 맘 널 좋아한다고 널 사랑한다고 네가 나의 전부라고 다 들어있어요. 그 시계 항목에 다 들어있습니다. 자, 여러분 한 장에 3,000원 한 장에. 야 뭐야? 아이, 뭐야? 너 뭐야? 자꾸 따라다녀? Salom. Ha, bugun biroz boshqacha ko'rinyapsan. Yarashmabdimi? Ha, rosti bilmadim. Kel, boshqalardan so'raymiz. Oy, Hyunmin. Oy, Jivon. Oh. Nega birdaniga o'zgarib qolding? Rostdan unga nima bo'ldi? Nega birdaniga o'zgarib qolding? Sog'omon yetib keldim. Ko'rib turganingdek qarshingda turibman. Mendan hali ham xafamikan? Nima qilishim kerak o'zi? Bo'ldi qilindi. Kel ovqatlanamiz. Bunday chiroyli taomlarni albatta suratga olib qo'yish kerak. Buni nima keragi bor axir? Qachon xohlasang ham senga 2 ta buyurtma qilaman. Yo'q, 10 ta buyurtma qilib beraman, qachon xohlaysan. Shuning uchun tezroq yegin. Voy. Men siz bilan shunday chiroyli quymoqlarni yegan xotiralarimni saqlab qo'ymoqchiman. Va keyinchalik sog'inganimda qarab eslayman. To'g'rimi, azizam? Keyinroq ta'mini eslash uchun-da, azizim. Mayli. Aytgancha, men sizga sovg'a olgandim. Ay, Ovora bo'lishni keragi yo'q edi. Avval ko'zingizni yuming. Shunday qilaymi? Yuma qoling. Yaxshi. Hozir hech narsani ko'rmayapman. 1 2 3 3. Yoqdimi? Dizayni va matosi juda hashamatli ekan. Sizga juda mos. Nima bo'ldi? Yoqmadimi deyman? U yosh yigit. Yorqinroq narsa kiysa ham bo'ladi. Ha, tushunarli. Bo'ladi. Azizim,
To'g'risi, menga yoqdi. Rostdanmi? Rostdan yoqdimi? Bu yerga yana kelishni istardim. Nima bo'ldi? Yuzimda biror narsa bormi? Shunchaki juda go'zalsan. Dorama Minho TV jamoasi tomonidan o'zbek tiliga o'girilmoqda. Iltimos 10 daqiqa bering. Yo'q, 5 daqiqa ham yetadi. Dadamning yuzini ko'rishga ruxsat bering, iltimos. Kechirasiz, lekin uni hozir prokurorlar tergov qilyapti. Shuning uchun ruxsat bera olmayman. Unda buni unga berib qo'ya olasizmi? Hech bo'lmasa shuni qila olarsiz, a? Sizga aytdim-ku, mumkin emas. Yaxshisi, keyinroq kela qoling. 더 다가오지 마 꿈꾸게 하지 마 멀리 달아나 늘 슬픈 꿈을 꾸지 붉어진 두 눈에 너를 닿았지 얼어붙은 내 심장에 거센 바람처럼 불어 Amaki, bu menman, Heji. Yaxshimisiz? 순간조차 아파하는 Dadam haqida eshitgandirsiz, a? 내 사랑 Agar bizga ozgina yordam bera olsangiz, bandligingizda bezovta qilganim uchun kechiring. Mayli, bo'pti. 내 품에 너를 안을 수 있겠니 언제까지나 기다릴게 나 사는 이유는 너 하나야 Without you Without you Without you 언제까지나 널 사랑할게 Ha, bu menman. Buning uchun qarzingni o'zishingga to'g'ri keladi, tushundingmi? Mashina va kartalarimni olib qo'yishdi. Otam bilan oramiz sovuq ekanligini bilasan-ku. Shunga qaramay g'ururimni bir chetga surib, unga yalinishimga to'g'ri keldi. Nima bo'lganini aytchi. Men surishtirib ko'rdim. Hejining otasining ishi bo'yicha sudya otamning boshlig'i ekan. Shuning uchun u dadasi haqida yaxshi so'z aytishini aytdi. U kasal emas, shundaymi? Yo tavba, odatda bunday ishlarni qilmayman, lekin sen istisnosan. Buni bilasan-a? Hejiga. Jinursin, o'zlashtirish ayblovi qanchalik sharmandalik. Endi Heji qanday qilib bosh ko'tarib yuradi, a? Voy, senga nima bo'ldi? Seni poraxo'r dadang yaqinda yuridik firma ochgandi, shundaymi? Sen esa 1-2 oydan beri bosh ko'tarib yuribsan. Voy, Kankyunmin. Boshqani muhokama qilishdan avval o'zingni bil. Endi xavotir olishingga hojat yo'q. Hejiga. Dadang buni senga berishimni so'radi. Buni qanday qilding? Bu dunyoda qila olmaydigan narsam yo'q. Buni bilmaysanmi? Mayli, rahmat aytishing shart emas. Lekin nega bunday qilganimni bilmoqchi bo'lsang, shunchaki qo'ng'irog'ingga javob bermaganim Men uchun. uchun o'zingni qiynashing shart emas. Nima? Sendan yordam olish noqulay.
Hoy, Nima bo'lsa ham, buning uchun rahmat. 짓궂은 넌왜 해맑게 웃는 거니 우와 네가 사는 것뿐인데 가슴 속 넌 비처럼 끝없는 눈물이 돼 우와 손 내밀면 닿을 듯 네가 있는데 Bu nima? heji narsalar u yerda. Borib olib kel. Nima deding? Hejini bu yerga sen olib kelding axir. 너 아닌 길은 Buni men hal qilganimni unga aytma. I can't live without you 이 기다림이 긴 벌이라면 나 받을 테니까 Kanhyumin. Unga yana nima bo'ldi? Yana urishdimi? Heji qizim. Men ahvolim yaxshi. Hozir faqat senga bir narsani aytishim mumkin. Meni kechir. Mendan xavotir olma. Boshingni baland ko'tarib yuraver. Va'da beraman, meni deb hayoting o'zgarib qolmaydi. Meni kut, tez orada yoningga qaytaman. Yur ketdik. 30 daqiqada tayyor bo'la olasanmi? Bu qanaqa joy? Buni qanday uddalading? Haligi Rahmat Jon. arzimaydi. Hammasini olib ketish qiyin bo'ladi. Shuning uchun keraklilarini olgin. Kanjivon. Hozir yig'laydigan payt emas. Tezroq ishlab turgan narsalaringni tugatishing kerak. Xo'p. Eji, Uyga borishdan oldin birga ovqatlanaylik. Juda qimmat bo'lmasa, mayli men to'layman. 오케이. Shuncha narsa turganda shuni yemoqchimiding? mazali ko'rinyapti. Ol, yeb ko'r. Juda ham mazali. Bunaqasidan ko'p yegansan shekilli. Kim bilan? Yun Havon bilan. U buni juda yaxshi ko'radi. Juda yaqin bo'lib ketibsizlar. Havonga qanchalar g'amxo'rlik qilishingni ko'rib turibman. Nimalar deyapsan? Menga yaxshilik qilish bilan Havonga yaxshilik qilish sen uchun bir xil narsami? Bilmadim. Unga unchalik ko'p yaxshilik qilganim ham yo'q. Yo'q. Kofe ichasanmi? Borib sotib olaman. o'n 14-mart oq kun sevgan insoningizga mehringizni ulashing. Bu qancha turadi? 3500 won.
Buni olaman. Xo'p bo'ladi. Mana keldim. Ko'p qolib ketding. Shundaymi? Boshqalar qayerda? Janob Sovu ishga ketdi. Janob Jivon va Pak xonim esa ertalab qayergadir chiqib ketishdi nazarimda. Birga ketishdimi? Bilmasmiding? Men bilasan deb o'ylagandim. Ularni ko'rmaganim bejizga emas ekan. Ha, shunaqa de. Senga achinyapman. Pak xonim kelganidan beri senga e'tibor kamayib, yolg'iz qolib ketyapsan. Yo'q, unday emas. Unday emas, xola. Qanaqasiga unday emas ekan? Jivon senga bunday munosabatda bo'lmasligi kerak. Qanday qilib uni xarakteri birdan 180 gradusga o'zgarib qoldi? Nima, Pak xonim bu yerda u qayg'uradigan yagona insonmi? Seningcha? Shu men xonasida bo'lsa kerak. Borib chaqirib kelaman. Mayli. Xudoyim-ey, uyda ayollar ko'payishi bilan muammolar ham ko'payaverar ekan. Oy. Qayumin. Yur ovqatlanamiz. Ha. Yur, men bilan Voy, ovqatlan. qochsang-chi. Bo'lsang-chi, hali ovqat yemabsan. Yur ovqatlanamiz. Qornim to'q, kayfiyatim yo'q. Boraver o'zing. Hoy. Oy, yaramas, nega o'chirding? Yolg'iz ovqatlangim kelmayapti. Yaxshi, qani boshla. Rahmat. Lekin endi yutay degandimi? Yo'q, yutqazayotganding. Bo'ldi, yur. Juda ko'p olsam-da. Bilasanmi, ovqat yeyishing 3 barobarga oshibdi. Yo'q, ehtimol 10 barobarga. Nima 2 kundan beri ovqat yemayapsanmi? Chunki yuragim bo'shab qolgan. Oshqozonim emas, yurak. Nega? Meni soxta rafiqam bo'lishni sog'indingmi? Ko'nglimni aynitma. Boshqa so'z qurib qolgandek. Unda nega meni chaqirding? Aytdim-ku, yolg'iz ovqatlanishni istamayman. Nima shunchaki termilib o'tirishimni istaysanmi? Gapirsam esa yoqmayman. Mayli, o'rnimga jivonni o'tkazib qo'yaman. U chiqib ketdi. Heji bilan. Shundaymi? Qayerga ketishgan ekan-a? Nima? Buni eshitib birdaniga xavotirga tushib qolding-a? Yana nimalar deyapsan? Unday emas. Agar rostdan ham qiziqayotgan bo'lsang, ochiq-oydin gapirgin. Barcha o'ylaringni ichingga yutaversang, hazm ham qila olmaysan. Nima, yoki ular seni chetlab o'tayotgandan sen ham xafamisan-a? Hoy, nimalar deyapsan? Men chetda qolib ketganim yo'q. Nima, hozir yolg'iz ovqat yeyapsan? Bu chetda qolish? Chetda qolganim yo'q. Chetda qolganim yo'q. Chetda qolganim yo'q, tirancha. Chetda qolganim yo'q, tirrancha. Mayli, yeyaver ovqatingni. Sen yana ahmoqona o'yningni boshladingmi? Albatta. Odam bo'lmaysan-da. Jivon ustaxonadagi narsalarimni topishga yordam berdi. Bularni omborxonaga olib borib qo'yaymi? Mayli.
Kang Hyun Min. Aytganingdek qildim. Yaxshi, rahmat. Lekin nega buni undan yashirincha qilding? Endi yordam bermayman. Sendan shunday narsalarni so'rashda davom etaman. Heji uchun unga yaxshi g'amxo'rlik qil. Bunday qilishimga sabab yo'q. Bilasan-ku, men qila olmayman. Men uni faqat xafa qilishni bilaman, lekin unga qanday dalda berishni bilmayman. Demak, unga yaxshilik qilmoqchisan, lekin buni men tomondan amalga oshirmoqchisan. Nima, bu sen uchun yangilik emas-ku. Unga shunday qilsang, o'zini majburiyatdek sezmaydi. Buni sen uchun qilmayapman. Faqat uni do'sti sifatida qilyapman. Chunki unga g'amxo'rlik qilaman. Yana bu yog'iga uni yig'lata ko'rma. Umid qilamanki, ular juda ajoyib juftlik bo'lishadi. Ha? Juda. Out. Kim bilan gaplashyapsan? Haligi sen bu yerda nima qilyapsan? Nima? Bu yerga kelishim mumkin emasmi? Bor, Hejiga qarasang-chi. Butun diqqatim undaligidan xafa ko'rinyapsan. Nima? Yo'q, unday emas. Meni kechir. Rostdan kechir. O'sha kuni seni tashlab ketganim uchun. Hammasi joyida. Nega endi hozir eslayapsan? Xo'sh. 네가 말할 때면 난 나도 모르게 Qachon bo'sh bo'lasan? Nega so'rayapsan? Aylanib kelamizmi? 네가 환하게 웃을 때난 Nega? O'tgan safar yarmida to'xtab qolgandik. Xohlamaysanmi? Yo'q. Aytmoqchimanki, shoshilayotganim yo'q. Senga aytadigan gapim ham bor. Mengami? Nima bo'lsa ham. Men ketdim. 너의 슬픔들마저 네 모든 게 내가 질 줄 몰랐어 이젠 내 맘 고백할게 더는 Dorama Minho TV tomonidan o'zbek tiliga o'girilmoqda. 널 좋아한다고 널 사랑한다고 네가 Buni unga bera olmadim. 전부라고 Menga nima aytmoqchi ekan-a? Nimani bunchalik chuqur o'ylayapsan? Hech narsa. Menimcha aniq bir gap bor. Yo'q, unchalik emas. Heji sabablimi? Nega Heji bilan bir xonada turish senga noqulaylik bo'lyaptimi? Unday deb aytmadim-ku. U shu yerda ekan, menimcha unga yaxshi qarashimiz kerak. Uni ham tushunish kerak, achinish kerak, chunki birdaniga dadasi bilan shunday bo'lib qoldi-da. Shunday ekan, unga yaxshi munosabatda bo'l, xo'pmi? Qayerga ketyapsan? Kir yuvmoqchi edim. Menga bera qol. Qo'ysang-chi? Kirxona alohida binoda. O'zim yuvib kelaman. Shart emas, ovora bo'lma. Bu yerga kelganingdan beri senga yordam bermadim. Menga ishon.
Kechir, Heji. Tezroq qurisin deb quritgichga solgandim, lekin Hech qisi yo'q. Bo'lar ish bo'ldi. hech bo'lmasa bularni kiyib tur. Kiyimlaring pulini albatta to'layman. Yo'q, kerak emas. Baribir eski kiyimlar edi. Lekin baribir. Balki Jivon meni keyinroq xarid qilgani olib borar. Jivon bilanmi? Men Jivonga uni yoqtirishimni aytdim. Bilarmiding? Xuyonmen tufayli qiynalganimda, va'dadan bilan bog'liq vaziyatda nima qilishni bilmaganimda, har doim yonimda turgan inson Jivon edi. Shuning uchun u bilan munosabat boshlamoqchiman. Bularni tashlab yuboraman. Keyin Jivon nima dedi? Senga javob berdimi? Jivon ham xuddi mendek tuyg'ular og'ushida bo'lsa kerak. Unga ajoyib sovg'a bermoqchiman. U yosh yigit, yorqinroq narsa kiysa ham bo'ladi. Bo'ladi. Chaqirdingizmi, janob? Xotinimni kuzatishing kerak. Nega? Qayerga borib kim bilan uchrashishi haqida mayda chuydasigacha hisobot berasan. Sababini bilsam bo'ladimi? Xo'p, bo'ladi. Tushundim. Eshitishimcha, siz va turmush o'rtog'ingiz juda baxtli ekan. Ikkalangiz ham avval turmush qurgan bo'lsangiz-da, bir-biringiz bilan juda baxtlisiz, ko'z tegmasin. Avval turmush qurgan nima deganingiz? Bu rost emasmi? Shunchaki bu sizni birinchi turmushingiz emas deb o'yladim. Buni kim aytdi? Haligi... To'g'risini aytsam, John Muing va GL kompaniya raislarining xotinlari yaqinda kelishgandi va men ularni shunday deganini eshitib qolgandim. Ular men haqimda gapirishdimi? Ehtimol siz ulardan chiroyliroq va boyroq bo'lganingiz uchun shunaqa qilishgandir. Hasad mishmishni keltirib chiqaradi. Lekin xavotir olmang, xonim. Bu yog'iga nima eshitsam, sizga oqizmay, tomizmay yetkazib beraman. Buni maxsus xizmat deb hisoblayvering. Sizga nima bo'lgan o'zi? Nima qildim? Boshdanoq ko'p gapligingizni sezgandim. G'iybat qilish sizga yoqadimi deyman? Bularni men aytmadim. Men faqat eshitganimni aytib bo'ldi, yetar.
Men boshqaruvchi bilan gaplashib, sizni ishdan bo'shattiraman. Yo'q, xonim, unday qilmang, iltimos. Ey Xudoyim. Kim xonim? Yaxshi yuribsizmi? Ha. Biror kun golf o'ynagani borishimiz kerak. Lekin nega ortimdan g'iybat qilib yuribsiz? Agar yana men haqimda gapirganingizni eshitsam, oqibatiga tayyor turing. Qo'y, nima qilyapsan? Shunday qilsa tez quriydi. O'zim qilaman dedim-ku, o'zim. Bu nima? Bu mengami? Boshqa kimga bo'lishi mumkin? Shuning uchun u bilan munosabat boshlamoqchiman. Bu yerda nima qilyapsan? Uyqum kelmadi. Senga nimadir bo'ldimi? Yo'q. Ertaga do'kon aylanmoqchi edim. Men bilan borasanmi? Mayli. Xayrli tong. Nima, sizga aytishmadimi? Nima? Boshqaruvchi bu yog'iga ishga kelmasligingizni aytdi. Menimi? Nega? Bilmaslikka olmang, kecha qilgan ishingiz sababda. Nima, g'iybat qilish sizga yoqadimi? Men faqat eshitganimni. Bo'ldi, yetar. Men boshqaruvchingiz bilan gaplashib, sizni ishdan bo'shattiraman. Yo'q, bu unday emas. Shunchaki tushunmovchilik bo'ldi xolos. Oyi, nima bo'ldi? Sen sabab ahmoqona ish qildim. Nima bo'ldi o'zi? Nega yig'layapsiz? Shunchaki u bilan yaqin bo'lmoqchi edim, endi esa ishdan haydaldim. Nima? Ishdan haydaldingizmi? Endi bu yoshimda qanaqa qilib yangi ish topaman? Hanul kompaniyasi xonimining o'ng qo'li bo'lish rejangiz nima bo'ldi? O'chir ovozingni, men senga nima deyapman? Oyi, endi nima qilamiz? Sizga biror narsa kerakmi, xonim? Yo'q. Shunchaki kimnidir ko'rgandek bo'ldim. Qayerga borishi va kim bilan uchrashishi haqida mayda-chuydasigacha hisobot berasan. Havon, yana ovqat yeyishga ketyaptimi deyman. U menimcha hech narsani his qilmaydi. Ovqat bo'lsa bas. Juda g'alatida.
Hoy, ovqatdan oldin sochingni quritib olishing kerak edi. Apelsin yemaganimga ham ancha bo'lgandi. 요즘 들어 내가 이상해 가슴이 시려 버릇처럼 씩씩한 척 살아보아도 널 O, 향한 meni kechir, 마음은 seni Havon deb 기가 o'ylabman. 나나 봐. 이런 날 어쩌면 좋아 자꾸만 네가 좋아 한 발 멀리 떨어져 널 보는 게 힘이 들어 애써 소리내서 크게 웃어봐도 Dorama Minho TV tomonidan o'zbek tiliga o'girilmoqda. Men u bilan munosabat boshlamoqchiman. 자두지는 마 사랑하고 싶어 너 하나만 다 괜찮다고 말해줘 진짜 네 맘을 보여줘 Biror joyga ketyapsanmi? Jivon bilan bir joyga boramiz. Iya, hamyonimni ichkarida qoldiribman. Bugun hammasiga o'zing to'laysanmi? Hazillashdim. Hozir kelaman. Senga javob berdimi? Jivon ham xuddi mendek tuyg'ular og'ushida shekilli. Ikkovi uchrashuvga ketyaptimi? Nima qilyapsan? Menga aytadigan gaping yo'qmidi? Yo'q. Unday bo'lsa nega kirding? Ertaroq sezmaganim uchun kechir. Nimalar deyapsan? Qanday qilib bularni o'yladim? Ahmoq bo'lsam kerak. Maqsadga o'tsang-chi. Hejidan hammasini eshitdim. Shunday ekan, endi bu ishlarni qilma. Iltimos. Ey, Men g'irt ahmoqman. Qanday sharmandalik.
Havon, Nima gap, xola? dadang kelibdi. A- a- Dadam? Dadam keldimi? Qachon keldi? Hozir qayerda? Dada! Voy, o qizim Havon. Kim siz? Bu menman. Nima eslolmayapsanmi? Bu menman Yonjin. Onang bilan tekvando markazini birga boshqarganmiz. Havon. Choy olib kelishing shart emasdi. Katta rahmat. Yaxshi joyda yashar ekansan, Havon. Bu yerda vaqtincha turibman. Eshitishimcha boyvachcha kanglar shu yerda yasharkan-a? Hayoting ancha o'zgarib ketibdi. Menda qanday ishingiz bor edi? Nima? Kel, shoshmaylik. Kelganimga ko'p bo'lmadi-ku. Shu paytgacha qanday hayot kechirganim seni qiziqtirmaydimi, qizim? Yo'lga xolam. Sizni dadam deb o'yladi shekilli. Men rostdan ham dadam keldi deb o'ylabman. O'sha haqida onang senga dadang haqida hech gapirmaganmi? Nima? Haqiqiy dadang haqida. Hejida hammasini eshitdim. Endi bu ishlaringni qilmagin. Iltimos. Nega to'satdan jim bo'lib qolding? Sen mabodo Havonga biror narsa demadingmi? Nima? Unga nima deding? Men unga sen bilan munosabat boshlamoqchiligimni aytdim. Nima? Va sen ham o'zingni xuddi mendek his qilayotganingni aytdim. Shunday emasmi? Axir oldimga shoshilib kelding-ku. O'zingni bunday his qilmayotgan bo'lsang, yonimga nega kelding? Kechirasan. Nima demoqchisan? Bugun yolg'iz ketishingga to'g'ri keladi. Keyin esa uyda ko'rishamiz. Ey xudoyim. Havon, kuyib qolmadingmi? Tuzukmisan? Siz mening haqiqiy dadammisiz? Nima desam ekan? Ha, shunday. Qanchalik hayratda ekanligingni tushunib turibman. Lekin onam va siz shunchaki do'st bo'lgansiz. Ha, shunday edik. Shuning uchun ham seni katta qilgan dadang oldida doim o'zimni aybdor his qilardim. Men senga haqiqiy dada bo'lishni xohlayman.
Yoningda o'z dadang bor ekan, alohida yashamasligimiz kerak. Agar menga ozgina yordam bersang, birga yashashimiz mumkin, xo'pmi? Nima bo'ldi? Iltimos, keting. Sizdan ketishingizni so'radim. Hoy, Xavon, Unda o'zim ketaman. shoshma, Xavon. Havon? Mayli, keyinroq kelarman. Xavon qani? Kirayotganingizda uni ko'rmadingizmi? Havonning dadasiman degan bir kishi keldi. Lekin Havon bundan unchalik xursand bo'lmadi. U kishi dadasiman dedi, lekin Havon uni tanimadi. Juda g'alati bo'ldi-da. Yoningda o'z dadang bor ekan, alohida yashamasligimiz kerak. Agar menga ozgina yordam bera olsang, birga yashashimiz mumkin, xo'pmi? Dada. Dada. Iltimos, go'shakni ko'taring. Qayerda yuribsan, Xavon? Seni dadang bor-ku. U bunday qilmasdi. Chunki uning haqiqiy qizi emasman. Kulguliya. Bilasanmi? Uni haqiqiy dadam ekanligiga ishongim keladi. Qo'ng'iroq qilayotgan abonent hozir javob bera olmaydi. Kim bilan gaplashyapti o'zi? Xavfsizlik birinchi o'rinda. Yun Xavon. 15 ta o'tkazib yuborilgan qo'ng'iroq. Quvvat 1% qoldi. Kang Ji-won. Alo, hozir qayerdasan, Yun Xavon? Ji-won. Ji-won. Alo. Alo, Yun Xavon. Yun Xavon. Oy. 11 qism yakunlandi. Ushbu dorama Minho TV jamoasi tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berishdi:
Aryom, Elmurod, Minho hamda Mitsuha ishtirok etdi. Bizni Telegram, Instagram, YouTube'dan Minho TV deb izlab topishingiz mumkin. Keyingi qismlarda ko'rishguncha e'tiboringiz uchun rahmat.